Assalomu alaykum. Qo'y so'ydik, adam sizlarga go'sht berib olibdilar. Go'sht? Qaytingiz bilan? O'zingni ham qayting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'lqin aka sizmisiz? Ha, manma. Shotga qo'l qo'yib bersangiz. Nimaga? Hayit yuborishdi sizga. Kimdan? Men o'zim bilmayman, men faqat olib berishimman aka. Mana. Rahmat. Aytgancha. Xofimdan bizda taksi bo'ldi yozga. 27-maydan 20-iyungacha agar konsertni xarid qiladigan bo'lsangiz, xonamlagich boz sifatida qo'shib berilyapti. Yaxshi kunlar ishlating aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'lqin aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz qo'shni? Hayitlaringiz bilan ku. Rahmat. Charchamayapsizmi? Sizmisiz? Go'sht olib chiquvdim aka. Yo'q, qo'ying. Oling aka. Bolalarga bu jizbis qilib pishirib berarsiz. Ilinib olib chiqdim. Rahmat. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Chiqing aka. Mashina olib keting. Yo'q, ololmayman. Menga hayitli tashab ketishibdi. Shuni sizga ilindim. Qanaqa qilib olaman aka? Oling. Men sizni siylab chiqsam, siz meni siylab yuboryapsizmi? Shunaqa. Hayitlaringiz muborak bo'lsin. O'zingizga Rahmat aka, kattakon. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. O'zingizdan. Buyursin aka. Rahmat.